Assalomu alaykum aziz dindoshlar, yurtdoshlar, iymondoshlar, barchalaring, amallaring, hayotlaring, xonadonlaring hamisha tinch, omonda, osoyishtalikda bo'lsin. Qalblarimiz doimo yaxshi amallarga to'la bo'lsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin. Hayot yo'limizda halollik, poklik, yaxshilik hammamiz uchun doimo bir juda go'zal bir holatlarni Alloh taolo hammalarimizga nasib qilsin. Suhbatlarimizni Alloh foydali qilsin. Suhbatlarimizga kirayotgan, qo'shilayotgan, itoat qilayotgan, ibodat qilayotgan, eshitib hayotiga tatbiq qilayotgan barchalaringdan Alloh Jalla va Ala o'zi rozi bo'lsin.